Dehqon akalar, yaxshimisizlar? Qishlar qalay, kunlar sovib ketdimi? Eshitdinglarmi? Kamchatkada qor yomon ko'p yog'ibdimi? Ha mayli, ularni qo'ying. Hozir uydasizlar, ishlar hali boshlanmadi. Fursatdan foydalanib sizlarga ekinlar zarar kunandalari haqida tajribamni bo'lishmoqchiman. Eshiting, yoqsa like bilan obuna bo'lishni ezib qo'yarsiz. Qishloq xo'jaligida zarar kunandalarga qarshi tabiiy kurash. O'zbekiston sharoitida integratsiyalashgan himoya. Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taramiz. Zarar kunandalarga qarshi tabiiy va xavfsiz kurash. Ko'pchilik darrov kuchli kimyoviy doriga murojaat qiladi, lekin bu har doim ham to'g'ri yechim emas. Bugungi videoda sizlar bilan integratsiyalashgan zarar kunandalar bilan kurash IPM usuli haqida gaplashamiz. Bu usul O'zbekiston sharoitida juda samarali va iqtisodiy jihatdan foydali. IPM nima? IPM bu bitta dori bilan emas, balki bir nechta usulni birgalikda qo'llab, zarar kunandalarni nazorat qilish tizimi. IPMning asosiy maqsadi hosilni saqlab qolish, atrof muhitga zarar yetkazmaslik, foydali hasharotlarni o'ldirmaslik, kimyoviy dorilarga qaramlikni kamaytirish. IPM bu aqlli dehqonchilik. Birinchi bosqich kuzatuv va aniqlash. Bunda eng katta xato zarar kunandani aniq bilmasdan kimyoviy dori sepish. Bunday holatda nima qilish kerak? Haftasiga kamida 2 marta ekinni tekshirish lozim. Barg osti, poya va gul qismlarini ko'zdan kechirish. Zarar kunanda turi oqqanot, trips, shira, kapalak lichinkasi va boshqalarni aniqlash talab etiladi. Eng yaxshi maslahat sariq va ko'k yopishqoq tuzoqlardan foydalaning. Ikkinchi bosqich agrotexnik usullar. Ko'p hollarda zarar kunanda noto'g'ri parvarish natijasida ko'payadi. Bunday holatda samarali choralar: almashlab ekish, monokultura qilmaslik, begona o'tlarni vaqtida yo'qotish, me'yorida sug'orish, ortiqcha namlik ekinning dushmanidir. Issiqxonada shamollatishni ko'paytirish va kuchaytirish. Kuchli o'simlikka zarar kunanda kam zarar beradi. Uchinchi bosqich biologik kurash. Tabiatning o'zi zarar kunandaga qarshi kurashadi. Biz faqat yordam berishimiz zarur. Biologik usullar nima? Foydali hasharotlar, xonqizi bu shiraning eng katta dushmani hisoblanadi. Biologik preparatlar, bacillus, entomofaglar, ya'ni foydali bakteriya va jonzotlar. Ular zarar kunandalarni yo'q qilishda juda samarali, lekin sekin natija ko'rsatadi. O'simlik ekstraktlari, sarimsoq, achchiq qalampir, nim. Biologik usullar sekinroq, lekin xavfsiz va barqaror ta'sir etadi. To'rtinchi bosqich mexanik va fizik usullar. Ba'zan eng oddiy usul eng samarali bo'ladi. Misol uchun, qo'l bilan zararlangan barglarni olib tashlash, ekinlar orasiga yopishqoq lentalar joylashtirish, issiqxonada hasharot to'rlaridan foydalanish. Bu usullar kimyoviy doriga ehtiyojni kamaytiradi. Beshinchi bosqich kimyoviy usul, faqat oxirgi chora. Agar zarar kunanda iqtisodiy zarar chegarasidan oshsa, unda dori ishlatiladi, lekin aqlli tarzda va me'yorida qo'llang. Bunda quyidagi qoidalarga rioya qiling. Faqat zarurat bo'lsa kimyoviy preparatlardan foydalaning. Preparatlarni almashtirib ishlatish zarur, chunki rezistentlik bo'lmasligi uchun. Me'yor va vaqtga qat'iy rioya qilish. Gullash paytida kimyoviy preparatlardan foydalanishda ehtiyot bo'lishni tavsiya etamiz. Kimyoviy dori IPMda oxirgi qadam hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida IPM nima uchun muhim? O'zbekistonning issiq iqlimi zarar kunandalar tez ko'payishiga qulay. Agar faqat kimyoviy dori bilan kurashsak, har yili kuchliroq dori kerak bo'ladi va buni tajribali dehqonlar amalda ko'rishib turishibdi. Kimyoviy preparatlarning ta'sir etuvchi moddasi foizi har yili o'sib bormoqda. IPM sizga qanday foydasi bor? Xarajat kamayadi, hosilning sifati oshadi, tuproq va suv ifloslanmaydi, eksport uchun mahsulot xavfsiz bo'ladi va Yevropa davlatlari uchun eksportga yo'l ochiladi. Eng ko'p qilinadigan xatolar: 1. Bir xil dorini qayta-qayta sepish. 2. Zarar kunandani noto'g'ri aniqlash. 3. Foydali hasharotlarni ham o'ldirish. 4. Oldini olishni unutish. IPM bu oldini olishga asoslangan tizim. Xulosa qilib aytganda, zarar kunandalarga qarshi eng kuchli qurol bu bilim. IPM usuli orqali siz hosilni saqlaysiz, xarajatni kamaytirasiz va tabiat bilan hamkorlikda ishlaysiz. Bu Agro Maslahat Global. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.